Assalomu alaykum, charchayapsizlarmi? Hammani haftalik tahlil videosida ko'rganimdan xursandman. O'tgan hafta unaqa yaxshi narx harakatiga guvoh bo'lmadik. Shunda ham bor yo'g'i bu yengil shamol qo'yamiz. Zarar qilganlar bo'lsa, ozgina dam olib turib, savdoga qaytishlarini so'rayman. Sababi foydani qaytarib olaman deb turib, yana zarar qilgandan ko'ra ozgina kutib, dam berib, savdo qilgan yaxshi. Hop. Bugun 20-aprel, yakshanba, ertaga bozor ochiladi. Dushanba yevroda va funtda bank holiday ekan, ya'ni bozorda kuchli harakat ko'rmaymiz va bu kun savdo qilmasa ham bo'ladi. Seshanba kuni savdo qilsa bo'ladi, lekin bunda ham news yo'q, unaqa kuchli harakat bo'lmasligi mumkin. Lekin qarab ko'rsa bo'ladi. Chorshanba kuni yevroda, funtda va dollarda yana funtda yengilliklar bor. Chorshanba va payshanba kuni newslar bo'lgan kuni bozorda biza yaxshi harakatlar ko'rishimiz mumkin. Shu kunlarga e'tibor bersak bo'ladi. Juma kuni yevroda bank holiday ekan, yevroda ishlashni maslahat bermayman. Funtda va tillada juma kuni ko'rsa bo'ladi, lekin jumada ham unaqa ICT bo'yicha, konsepsiyamiz bo'yicha yaxshi harakat ko'rmaymiz. Agar sizni trading planingiz juma kuni savdo qilishga undasa, savdo qilsangiz bo'ladi. Dollar indeksi haftalik time frame'da emas, oylik time frame'da mana bu BC'ni, ya'ni fair value gapni hurmat qilmayapti. Haftalikda bo'lsa bitta narsaga men guvoh bo'laman. Ham yoqda fair value gap qoldirib ketdi va mana bu yoqda eng yaqin sell side'ni men belgilab qo'yishim mumkin. Daily'da bo'lsa bu sell side juda ham chiroyli ko'rinib turganini guvoh bo'lishingiz mumkin. Daily'da bo'lsa mana bu yoqda bizda OB mavjud, lekin mana bu weekly'dagi fair value gap mana bu buy side tepasiga to'g'ri kelyapti. Menda endi ssenariy mana bu OB menimcha low probability qo'yadi, ya'ni ishlab berish ehtimoli kam. Va men mana shu buy side tepasidagi fair value gapdan sell olish niyatim bor. Mana bu OB-dan emas. Endi sizlar ham shunaqa ishlanglar, bu qanaqadir moliyaviy maslahat emas sizlarga. Shunchaki o'zimni bilimimdan kelib chiqib bozorni tahlil qilyapman. Men uchun mana shu buy side tepasidagi fair value gap yoki mana bu bitta volume imbalans shunga o'xshagan zonalardan ishlamoqchiman. Mana bu OB-lardan emas. Hop, endi yevroda xuddi shuni teskarisi, yevroda weekly'da bizda fair value gap mavjud va uni to'g'risida order block deb olsak bo'ladi. Yevroda ham, daily'da ham mana bu weekly fair value gap tepasida mana bu sell side deb olsak, uni tagida bizda ham yoqda fair value gap va order block zonalari mavjud, kuchli PDRA zonalari. Endi to'g'ri, mana bu OB-lardan ham narx reaksiya olib ketishi mumkin. Lekin premium discount bo'yicha ham biza faqatgina discountda narx sotib olamiz, premiumni sotamiz. Bu degani narx joyga tushadi, mana kecha sell olib tashlaydi degani emas. Shunchaki narx discountga tushganda mana bu yoqda bozor buy side'lar qoldirib ketishi mumkin. Agar olib qo'ymasa, dushanba kuni masalan bank holiday bo'ladigan bo'lsa, unaqa kuchli harakat bo'lmaydi odatda va narx shu shaklda shamcha yasab, masalan, endi prosta chizib ko'rsataman, rassom emasman. Bo'lsa bunaqa bo'lib ketishi mumkin va tepada buy side'larga keyin bundoq chiqishi mumkin. Okey. Endi funt ko'ramiz, funtdan keyin tilla. Funtda weekly'da hech narsa ko'rinmadi, lekin weekly'da men buy side ko'rdim.
Daily'da esa bu buy side juda ham chiroyli ko'rinyapti. Va e'tibor bersangiz, bizda ham yoqda bitta ishlagan fair value gap mavjud. Bu narxi 2 marta qo'llab-quvvatlash mumkin yoki bu mabodo ushlab qolmasa, mana bu yoqda ham qiziq zonalar bor. Endi bu dollar indeksda buy side olinishiga qarab turib, SMT shunga o'xshash razvorotga qanaqadir tasdiqlab bo'lsa, keyingina masalan funtda buy sidegacha yoki previous weekly highgacha bozorni masalan ko'rsa bo'ladi. Endi bo'lsa tilla. Men tillada yaxshi ssenariy kutyapman, sababi tillamizni o'suvchi all time high'damiz. Nima bosilib qoldi? E'tibor bersanglar, bu hafta yopilgandan keyin bizda tilla haftalikda xuddi yevro kabi, dollar indeks kabi imbalans qoldirib ketdi. Va daily'da e'tibor bersak, bu imbalansni tagida bizda mana bu sell side bo'lib qoladi. Sababi buni e'tibor bersanglar, mana bu yoqda likvidnost mavjud. Mana buni ham olsanglar bo'ladi tagiga. Agar bu weeklyga tushishi xohlasa gold, bu sell side'ni yechgandan keyin weekly'da fair value'ga kelganda mana bu yoqda ham daily'da ham narxni qo'llab-quvvatlovchi zonalar bor. Qo'llab-quvvatlovchi desam, support resistance ishlayapsanmi, ICT'da unaqa narsa yo'q deb aytmaylar, shunchaki ICT'da любой PDR narxi qo'llab-quvvatlashiga, ya'ni hosil bo'ladi, ya'ni narx qo'llab-quvvatlaydi. Tilla mana bu yerga fair value'ga playsa, bu har doimgidek low probability, ya'ni ishlab berish ehtimoli kam. Mana bu bo'lsa high probability, sababi bu premium discount bo'yicha biza discountda har doim long bo'yicha savdo qilamiz. Mendan hozircha shular, hech qachon shoshmanglar savdo qilayotganda. Zarar qilgandan ko'ra o'zingizni kapitalingizni himoya qilib, bozor imkoniyat berishini sabr bilan kuting. Bitta savdo hech narsa hal qilmaydi. Ya'ni bir haftalik, bir oylik savdo ham hech narsa qilmaydi. Kamida 3 oylik yoki 6 oylik savdo masalan. Siz bitta yoki keyingi 2-3 ta savdo haqida emas, siz keyingi 100 ta savdo haqida o'ylasangiz, o'sha sizni fikrlashingiz ozgina yaxshi tomonga o'zgaradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar va trader o'rtoqlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Peace.